har kuni boshini yuvadiganlarga qanday kasalliklar kutyapti? Bilib oling, migren, bosh og'rig'i, gamerit, nerv tolalarining shamollashlari, ayniqsa kuz-qish keldimi, bosh yuvishni kamaytiring. Haftada 2 marta yotishdan 2 soat oldin yaxshilab quritgan holatda, aynilar yopgan holatda nima qilish kerak? Boshni yuvish kerak. Migren kasalliklari, nerv shamollash kasalliklari, bosh muntazam og'riqlari aynan boshni ko'p yuvishdan kelib chiqadi. Ehtiyot bo'ling. Boshingizni ha deb kimnigadir maqtanaman yoki kimgadir yoqishim kerak deb boshingizni ha deb yuvormang. Sog'lom inson haftada 2 marta yuvsa yetadi. Muntazam har kuni bosh yuvadigan bo'lsangiz, sochingiz yog'lanishni boshlaydi, soch to'kilib ketishni boshlaydi. Shuning uchun boshingizni yuvib quriting. Yotishdan 2 soat oldin, yotishda emas, yotishda ham agar yuvadigan bo'lsangiz, boshingiz og'rib qoladi, bosh og'riqlarni keltirib chiqaradi. Haftada 2 marta bu norma holat. Ushbu videoni doim sochidan dazmol qilib, boshini yuvadigan har kuni yuvib tashlaga jo'natib qo'yamiz.